Xudo berdi. Vazifalar bajarib keldingiz farmoni. Hammasini. Qaysi yerda bilarding, to'xtab qolmasa. Yosh qizingizda. Men bu oltin tojni sinfimizning eng aqlli, eng dono, shijoatli, matonatli o'quvchimiz Xudoberdiga kelaman. Oyshaxon, bugungi mashg'ulotimiz o'qish savodxonligini o'tamiz. Xo'pmi qizim? Uyga vazifalar bajarib keldingizmi? Hammasini 10 betdan kitob o'qishni beruvdik-a. Kitoblarni o'qib keldingiz-a? She'r ham bergandim. Uyga vazifada ozgina she'ringizni yodlabganingizni aytib berasiz-a qizim? Bo'lmasa, boshladik-a? Boshladik. Keldi bahor, gul bahor, erib bitob bahor, uchib keladi qushlarjon, tarafi taxti marjon. Suvlar oqar shildirab, yulduz boqar tirab, chumollar yayrashar, sho'x bulbullar sayrashar. Barakalloh. Biz o'quvchimiz Sohibaxon Sohibaxonda qiziqishiga qarab faoliyat olib boramiz. Qizimiz gul yasashga qiziqadi. Bu gul yasaganda ham o'zini mayda qo'l motorikasi rivojlanadi. Bolani qiziqishiga qarab o'ziga hozir gul yasattiramiz. Juda ham chiroyli qilib. Qo'ying tegsin. Bunlarni olamiz. Chiqaymiz. Qizimiz maktabga kelganda harflarni umuman tanimas edi. Ham o'qishni ham bilmas edi. Kelganiga 1 oy bo'lishiga qaramay qizimiz ancha bilimlarni egalladi. Hozir harflarni o'qib beradi. Qaysi harf qizim? B, O, bo. Bu. Nima bo'ldi? B, U. Bu. Kaç harf? K, U, Q. Q. Barakallah. 7 yoshda to'rdim men, maktab sari keldim men. Salom maktabjon, maktab chog'ingga orol maktab. O'zim yaxshi bo'laman, ey a'lochi bo'laman. Onang dilbamiz tarqaldi. Endi qizim, ranglarni ajratamiz-a? Qani boshladik. Unga qizil, yashil qilib solishni boshlaysiz-a? Solayotganingiz ko'k rang-a? Xo'p, endi qizilga solaylik-chi. Qizil rangni topib soling.
Qanaqa rang? Qizil. Qizil. Sariq solamiz. Hozirda qizimiz ranglarni bemalol ajratyapti. Kelganda ranglarni ajrata olmasdi. Juda qo'shib o'qishni bilmasdi. Hozirda kitoblarni va ranglarni qo'shib o'qishni bemalol bilyapti. Bu qanaqa rang qizim? Siyoh rangi. Siyoh rang, barakalla. Qizimiz harflarni umuman tanimagani uchun kunda alohida harflar bilan ishlaymiz. Hozir ancha bilimlarga ega bo'ldi. Sohibaxon qaysi harf? N. O. N. N. Endi o'qiymiz. N. N. O. N. Non. Non, barakalla. Endi o'rnini alishtiramiz. Bu qaysi harf edi? O. 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 N. On. A. N. O. N. Nima bo'ldi? Ona. Hozirda qizimiz nutq kamchiliklari bo'lgani uchun nutqi bilan ishlaymiz, qizim. Qani, tilimizni chiqaramiz. Tilimizni chiqaring. Hammasini chiqaring. Ha? Hammasini. Chiqaring hammasini. Bu qizimizni asablarini tinchlantirgani, mayda qo'l motorikasini rivojlantirgani narsamizdan foydalanamiz. Bu ham aqlni charxlaydi, ham asablarni tinchlantiradi. Diqqatni jamlaydi. Moshga lo'yani lo'yaga sekin shashilmasdan. Bunda qizimizning mayda qo'l motorikasi rivojlanadi, xotirasi mustahkamlanadi. Men Mo'mina va Manzura inklyuziv ta'lim yo'nalishi bo'yicha maxsus pedagog 1A sinf o'quvchilari bilan birgalikda ishlayman. Sentyabr oyidan buyon 3 nafar o'quvchilarim bilan birgalikda ularni ta'lim olishlari, o'zlarini ijtimoiylashuvlariga qo'ldan kelgancha o'z hissamni qo'shib kelmoqdaman. Bularni dars jarayonida birgalikda qatnashaman. Darsdan tashqari bularni zerikkan vaqtlarda yoki bo'lmasa bularni rivojlantiruvchi mashqlar uchun mana ko'rib turganlaringdek korreksion xonasiga olib chiqib mashg'ulotlarni olib boraman. Bugungi mashg'ulotimizda bolajonlarimiz bilan alfabetlarni joylashuvini o'z o'rniga qo'yib boramiz. Buning uchun bizga alfabet harflarini qo'yuvchi doska kerak bo'ladi. Bolajonlar buni o'z o'rnilarini topib joylashtiradilar va harflarni qaysi harf ekanligini birgalikda aytib berishadi. Muxlisaxon Xudoberdiga yaqinroq kelib olingda. O'quvchilarimiz bilan birgalikda harflarni o'z joyiga joylab boramiz. Xudoberdi, joylang. Qo'limizda qaysi harf? Ha? Yo'q, mana uni cheydi. Qaysini ishlaysiz? Mana A harfini. Nima Qaysi edi? Muxlisaxon, bu qaysi harf? Mana joylashuvini topamiz. S. Qaysi harf ekan? S harfi. Barakalla. Endi mana bu tomondagi harflarni ham olib doskani to'ldirib boramiz. Xudoberdi birinchi bo'lib A harfini. Ha, qaysi harf bu Xudoberdi? Bu? Ha. Bu qaysi harf? Ha, quyondagi Q harfi. Mana Z harfi. U top. Ha? Qo'ying joyiga. U mana u. Qayerga joylaymiz uni? Mashg'ulotlarni o'quvchilarimiz o'zlari qiziqishlariga qarab ham tanlaymiz. Bugun Muxlisaxon nimani tanladik? Ha, bular nima? Ha? Hayvonlarni o'z o'rniga joylashuvini ko'proq yaxshi ko'radi, rangli narsalarni. Shuning uchun Muxlisaxon oldida, endi buni Muxlisaxon o'zi jarayonda joylashtirib boradi. O'z o'rnini toping qizim. Barakalla. Barakalla. Muxlisaxon uni doskaga joylagunga qadar biz Xudoberdi bilan matematik hisob-kitob ishlarini delfindagi topshiriqlar bo'yicha bajarib boramiz. Xudoberdi, delfinda qaysi qo'shuv amali yozilgan? 1. Ha, 1. Ha, ayting. 1 qo'shuv 1. Ha, olib o'tamiz toshchalarni. Ha. Nechi bo'lar ekan birga birda qo'ysak?
Ha? Ko'ring mana. Ikki bo'lar ekan, barakalla. Shu tariqa bolajonlar bilan hisob-kitob ishlarini ham o'zlarini aqlli darajalar yetganiga qarab O'quvchilarimiz hozirda qiziqishlari yanada o'qishga ortib borayotganligi uchun tasviriy san'atga, boshqa yo'nalishlarga ham juda ham qiziqish bildirishyapti. Hozirda biz tasviriy san'atda chiroyli rasmlar chizib berishadi. Qo'l motorikalarda narsalar yasashga qiziqishyapti. Juda ham qiziqishlari ortib bormoqda. Biz o'quvchilarimiz bilan birgalikda bular 1-sinf bo'ladimi, 5-sinf bo'ladimi, maxsus pedagoglar bularni korreksion xonaga olib chiqqandan keyin qo'shimcha mashg'ulotlar bilan olib boramiz. Mana bu to'p ham massajni to'p hisoblanadi. Buni hamma biladi. Bolalarimizni rivojlanishiga ancha yordam beradi. Mashqlar, gimnastikalar qilishimizda bular bilan birgalikda o'ynaymiz. Xudoberdan eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotlardan bittasi bu to'pda o'ynash. Mana ko'rib turganlaringdek judda ham xursand bo'lib o'ynaydi. Ham Muxlisaxon ham bu to'pda bemalol o'ynash jarayonlari bor. O'tirib bajarsak bo'ladi. Xudoberdi, Muxlisaxon buchi mana. Ha? Yot. Ana unda yotamiz yana. Ushayam bu to'pimizni, ha, sakrab yuramiz, ha, sakring. Yoqyaptimi? Yaxshimi? Barakalla. Hozirda bolalarimizni o'ziga Lego o'yinchoqlaridan mustaqil ish berganmiz. Xudoberdi o'quvchimizni maketini o'zlari yasashadi. Bunda bolalarni mayda qo'l motorikasi rivojlanadi. Xudoberdi qo'lingni qo'y narigi tomonga uzun qilib. Qo'lingni qo'y Xudoberdi. Mana Xudoberdi o'quvchimizni maketi ham yasaldi. O'g'lim qani? Yoqdimi hammalaringga? Mashg'ulotlarimiz ham yoqdi. Qani bitta qati chop qo'yaylikchi. Sohibaxonda nutqida bir ikkita harflar chiqmaganligi sababli nutq bilan ishlaymiz. Massaj orqali. Men ustozim bilan juda yaxshi, aqlli, o'rtoqlarim ham odobli, zo'r. Mana maktabim zo'r ekan. Har kuni men kelaman. Bo'pti, lak bosib qo'ying. Farg'ona viloyati Quva tumani 5-umumta'lim maktabida 2025-2026 o'quv yilida 5 ta 1-sinfga qabul qildik o'quvchilarni va bitta sinfimiz inklyuziv ta'limga moslashtirildi. Hozirda men ana shu inklyuziv ta'limga moslashtirilgan sinfga sinf rahbarlik qilib kelmoqdaman. O'quvchilarimiz ilk maktabga kelgan davrlarida biz ularni quchoq ochib kutib oldik. Sog'lom sinfimizda sog'lom muhitni yaratdik. O'quvchilar bemalol hozir sinfdoshlari bilan o'qiyapti, yoza olyapti, birga o'ynolyapti. Prezidentimizning bu chiqargan qarorini amalda ko'rib, to'g'ri qaror qabul qilinganligiga amin bo'ling. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning tashabbuslari bilan Vazirlar Mahkamasining 638-sonli qarorini ta'minlash maqsadida Farg'ona viloyati Quva tumani 5-umumiy o'rta ta'lim maktabida inklyuziv sinflari tashkil etilgan. Inklyuziv sinfi 1-A sinf o'quvchilari bilan maxsus pedagog sifatida ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Bu ish o'ziga yarasha mashaqqatli hamda juda ham sermazmun. Prezidentimizni alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ajratgan e'tiborlari, ularga bergan ishonchlari, jismonan sog'lom bolalar qatori o'zlarini bilimlarini olishlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlari bu bolajonlarimizga juda ham katta ta'sirini ko'rsatdi. Muhtaram prezidentimizga shu o'rinda tashakkurimni aytmoqchiman. O'quvchilarimiz o'zlarini tengdoshlarini orasida mustaqil fikrli oladigan, ular bilan birgalikda ijtimoiylashuvini shakllantirishmoqda va o'qishga bo'lgan qiziqishlari ortib, dunyo qarashlari o'zgarganligini ta'kidlab o'tmoqda. Farg'ona viloyati Quva tumani 5-umumiy o'rta
ta'lim maktabi hozirda yurtboshimiz tashabbuslari bilan alohida ta'lim ehtiyoji bor bolalarga sinflar hamda xonalar tashkil qilindi. Shulardan 6 ta bolamiz hozirda tahsil olmoqda. Ularni alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalarni hozirda yozishga, bu maktabga integratsiya qilishga, ijtimoiylashuvlarni yaxshilashga harakat qilib, alohida o'qituvchilar berilgan. Shular bilan hozir biz birgalikda ishlamoqdamiz. Natijalarimiz juda ham yaxshi. Xudoga shukr, yurtboshimizga minnatdorchilik bildiramiz. Alohida bolalarimiz hozirda bemalol maktabga kelib, o'zlari do'stlashuvlari yaxshi, o'rtoqlashuvlari ham yaxshi. Maktablarga bemalol kelib, yozishni, o'qishni, kitoblar o'qishni o'rganishmoqda. Bolalarimiz ham, ota-onalarimiz ham juda xursand, mamnun. Rahmat aytamiz hammaga, maktabdagi direktorimizga, o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarimizga rahmat aytamiz. Bular qilib bergan shart-sharoitlaridan juda ham xursandmiz. Farg'ona viloyati Quvvat tumanida 5-umumiy maktabida qizim o'qiydi, Qobiljonova Oyshaxon. Inklyuziv ta'limda prezidentimizga katta rahmat. Shunaqa ta'lim, mana shunaqa maktablarni tashkil qilib berganiga xursandman rosa. Qizim mana oldin oddiy maktabda o'qirdi. Unchalik yaxshi o'qimasdi. Kirib chiqib yuraverardi. Mana hozir inklyuziv ta'limda yaxshi o'qiyapti, o'qishlari joyida. Kunda kitoblarni o'qiydi, yozishlarni o'rgandi. Xudoga shukr. Oldin o'zim olib kelib olib ketyaptim. Endi o'zi kelishlari o'rganib, mana o'zi kelib ketyapti. Ustozlariga ham rahmat. Mana alohida ustozlar kelgan, o'tishadi mana. Hammasiga rahmat.